Bu anar pişti zadı qandaq barlıq kelgan. Ne dunda? Öydüklər məni ezgəli edib çağırdı. Anar pişti mi? Evet. Adım Önerkan Sikkasulu. Anarxan, anarın gülü, tan peytide içilğandır gün. Bu kalbimge otunu salğan. Anlana, Irak'ta bizga ait tunuşluq bir naqsha anılwatıdı. Bu naqshaning ismi Anarxan. Balkim bu naqsha quloq tövimizde jaranglashi bilan birlikda bizning yodimizga bola vaqtlarimizda ko'rgan Anarxan degan muhabbat filmi kelishi mumkin. Bundan nurg'un yillar ilgari Qurbonjon ismli noyati oqko'ngil sadda tirishchan bir yigit bo'lgan ekan. Kunlar o'tib, oylar o'tib, u shu mahalladagi kunduz ko'z va oydisi eg'iz va ajoyib soyib jamal qiz Anarxonni yaxshi ko'rib qoldi. Biroq Anarxonning oilasidagilar Qurbonjonni nafrat ko'rib, qizni yotliq qilishga unumapti. Shuning bilan Qurbonjon oxiri tirishchanlik ko'rsatib, anar pishtini barliq keltiribdi. Ne dunda? Ben uşuk bıçak tutsam ne mi Qurbonjon bunu mu? Siz qanday? Anarxanda Qozaq yo'q-ku. Undan bo'lsa, bu anar pishti zodi qanday barliq kelgan? Bu anar pişti kanı. Ben 9. etraflarda yani şuna rasıldım sen oğut terdin değil mi o vaxtlarda? Ha, ya. Kim o ya batlı. O vaqtda Zubayda nima ish qilyapti? Dönüp çıqqan. Bo'ldi. Amaliyotda biz bugungi bu hikoyamiz orqali Anar pishti to'g'ri komediya filmidagi bosh qahramonlarni Markaziy xalq radio stansiyasining ko'rinishga ilish sog'lig'i alohida taklif qildik. Oldi bilan sizlarni qarshi olamiz. Rahmat. Ben aytdi, hozir erkin azada o'ltirdim. Sizlarning ahvolinglar qanday? Bizim kankuşada oturdu. Bizim xeli anardan danışsak zıç uyuş bir yer. Demek hozirgi bosh melodiyaga mos kelgan holda Anarning danisidek zich uyushib o'ltiribsizlar. Balki men ko'rman do'stlarga biz bu qarindoshlarimizni tunishtirmasakmi, hammasi, ya'ni hammanglar tunishib qo'yib qoldinglar hozir, ha? Shundan so'ng o'zinglarni bir tunishtirib aytamsizlar. Buldu, benim ismim Hazrat Aqoshboy. Senikin davaptı ben sen deyip de. Benim ismim uşuk bıçak dese, kanday fayda bu adamdan buldu. Benim ismim Muhammed bizim ismi. Dedemnin ismi Mehmet İli. Mehmet İli. Ha, uçuk bıçak emasmi? O ya oşuk bıçak. Oşuk bıçak degan benim amdım şu takallusum. Lakamim. Ona bo'lsa yana bir bosh qahramonimiz bizning filmimizdagi ayol zat birdan bir ayol zat. İkincisi bu Önerkan bağlı. Önerkan gayda ayol bo'ladi, gayda er bo'ladi. Qo'yish deb. Bizninkine ait alqishliq yosh komediya cho'lpinimiz hozirgi Zubayda. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mening ismim Zubayda. Sen anar pişti ismim? Albatta. Bu Anarxan diye isimli hamda şu anar pişti ismidan örnek qilib, o'ylashib, şu anar pişti bo'lgankin anar bilan bog'lashlikka shu Anarxan qo'yaylik deb qo'yib bergan hamda menga. Kim qo'yib bergan bu ismni? Yetti multiplisi qo'yaptimi? Onun başqa yana bir qeyrinishimiz ekrandagi obrazni bizdan nurg'ulg'an ko'rmanlarimiz bek yaxshi ko'rdi, ha? Oqbash obrazi. Lekin oqbash rost. Men u chashni yog'an desam o'zidan chechim oqbashga. Ha, şu aşını kesip muş kalın. Ajinama? Ha, u rost, u mi rostcha? Ha, u rost o. Rost. Ha, oqbashni. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Hazrat Ali Yasin. Uydagilar meni Hazrat deb chaqirdi. Savoqdoshlarim Hazrat Ali deb chaqirdi. Qaysi to'g'ri bo'lsa? O'zim chaqirib olgan Hazrat deb turibman. Xo'sh, undan boshqa bizning yana bir amroq do'stimiz, bizning shu filmimizga oid tus qo'shgan, rang berayotgan suyimli qarindishimiz, Önerkan, Qozoq yigiti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stlar, endi men anar piştida bo'lsam da butun Qozoqcha gap qilaman-da. Endi jiq pintozlar,
bu қазақша gap qilsa sizlar uyg'urcha gap qilsalar bir-birini kelib tushunamdi degandek bir shunday savollarni qo'ydi. ismingni demaydi. İsmim demedimi? Başta ismim deb o'tay. Mening atim Önarxon Seyitqazuli. Men Qozoq qultidan Anarpistidagi obrazim bo'lsa, Qazu Jonga taqdim kelgan deb qo'ydim. Amsa, hurmatli ko'rurman do'stlar. Naq maydondagi tomoshabinlar. Biz Anar Pishti kollektivini ziyorat qilayotgan shu xayrli damlarda navbatda biz Anar Pishti to'r komediya filmidagi artistlarning qarindoshlariga bo'lgan ta'sirli yurak so'zlarini anglab boqaylik. Qani, marhamat. Naytı tayin yo'q. Nurg'ulg'an shu agir to'qayliqlarni besib tog'davollardan atib bugunga keldinglar shunaqo. Hozir hamda bizning qarindoshlarimizni ayta olqishlab ko'rdigan kino shu to'r komediyasiningki ayta olqishliq cho'lponlarga aylandinglar. Balkim bizning qarindoshlarimiz nurg'ulg'an ko'rmalarimiz bilmaslik mumkin. Amaliyotda bu birodarlarimiz, bizning bu davrdoshlarimiz shu Anar Pishti to'r komediya filmida o'zlarining obrazini yaratgandan boshqa yana TV oilasida, TV Family'da yana o'zlarining nurg'ulg'an xizmatlar bor. Masalan, Önarxon mening bilishimcha operatorlikmi qildi. Shunaqa filmlarni ko'rinishga elish. Undan boshqa Hazrat bo'lsa, ancha-muncha aktorlik qildi bir narsalarga, undan boshqa kirishtirish, undan boshqa film ssenariysini yozish qatorli xizmatlar bilan shug'ullandi. Zubaydaniki ortiqchiligini balkim qarindoshlarimiz texmo faraz qilmaslik mumkin. Girimchik, girimdek chiroyli qildi. Ilgariki sonlarniki obrazlarga yalash, girim qilish xizmatlarini izchil o'z ustiga olgan. Onundan başqa, yəni Mehmet Oşuq Bıçaq yuqori degandek riyosatchilik qilib baqqan. O'tganda bir sizlarning kanalga bosam, film kesib o'ltag'anni ko'rib qoldim. Shunda texnikalik, texnologiyalik ishlarni bu o'zinglar qo'l silib bir taraf qilasizlar, shunaqmi? Demak, sizlar haqiqatan shu axborot sohasidagi yoki shu TV Family'dagi nihoyatda tirishchan har qanday ishni qilib beqishga jur'at qila oladigan bir to'p ulgulik munavvara yoshlarniki vakili deb o'yladim. Balkim qarindoshlarimizni hamma bilan shunday bir xil o'rtaq hissiyatda bo'lishi mumkin. TV Family degan so'zni tilga oldik, family oila shundaqmi? Uy hamda bu TV Family to'g'risida bizning ko'rmalarimiz ancha ko'p tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Bundaqda TV Family degan so'z nima? Nima? Yeydigan narsami, ichadigan narsami? TV Family degan denshi uy. TV Family deganimiz endi bizningki shu 120 kishilik bir oilaningki ismi, ya'ni shu shirkatniki Sizlarning jamiyatlar keldi. O'zimizning shirkatniki qo'yib olgan ismi. Bu hamda yuzaki ma'nosi. Ondan keyin bizningki film ishlash guruhimiz bor, undan boshqa televizor programmasi film ishlash guruhimiz, nurg'un guruhlar bor. Hamda biz bu yerda bizga masalan bizningki tentozlarga hammadan tanishlik bo'lishi, biz balkim film ishlash guruhi bo'lishi mumkin. Ularni balkim yuzaki holda ana pishti ishlaydiganlar deb bilish mumkin. Hamda men bu TV Family kim o, TV Family sizlarga nima ish qilib berdi degandan biri Ali Malimning bir tajribasi orqali bir ifodalab bersam, qo'l yog'liqni bir ishiltib tursam. Ha, ma'qul bo'ldi. Apam. Avaylab. Ko'ngillar bir bizlar bo'lib, ishkanlar tursam. Ha. Masalan, ma'o bir qo'l yog'liqni bizningki film ishlash guruhi hozir bildigan deb tushunsak, buning ichida hammadan biladigan bir yulduz bor. Deydi-ku, Mehmet Oşuq Bıçaq eng tepida. Aqbash deb yerda bo'lishi mumkin, uni keyin Anarxon deb macho'risda yerlarda bo'lishi mumkin. Uni keyin nima ish Mehmet Oşuq Bıçaq deb chiqardinglar deganda, chunki bizning TV Family ustidan so'qishchi bizga. Ma Oşuq Bıçaq yo'l oldi. U suv saqab Aqbashga tegdi, film ishlash guruhimizga hammalarga tegdi, Anarxonga tegdi, u yerda Anarxon bor, hammalarga barada bu ustidan qo'ygan suv. Ham nima ish yana birisi chiqmaydi, film ishlash guruhidan deganda, yana bir aylan chiqsak, bu yerda bir eriq paydo bo'lib qoladi-ku. Bu suvni to'xtab qoldi. Bizningki TV Family'ninki bizga atagan nimasi chiqmaydi. So'ng bizning aramizda Muhammadni to'yli qilmaymiz deb maqsadimizda pek aniq. Endi bu yerdagi TV Family'da bizningki ustimizdan so'qish birdigan bizni sho'xlantirib turadigan cho'gin deb o'ylasak, bizningki endi yana bir boshqalar kim o deganda bizlikkim yerda yana bir qo'l yog'liq bor-da bizningki. Buning tubida masalan program ishlash guruhi. Programma masalan qo'shmaq ikkisi. Ha. Mashinaning ichida usul o'ynab qildi-ku. Uning davomli so'qizilib turdi. Bizningki plan nima deganda, mushtaq qo'l yog'liqlardan netchini tizib ustidan davomli so'qizib turish. Demak, sizlar TV Family'dagi har bir shu kichik guruhlar ichidan bir yulduzni chaqintish orqali shu yulduzning nurida boshqalar o'zinglarni javlan qilasizlar, shundaqmi? Agarda bu yulduzlar jiqib ketib qolsa, nuri tez taraf ketib qolishi mumkin. U cho'lpon yulduzga aylanmay qoladi.
Osmonda garchi nurg'un yulduz bo'lsa-mu, uncha cho'qim birlam Venera, ya'ni cho'lpon yulduz bo'ldi, shunaqmi? Shuning o'xshash sizlarniki shu anar pishdi qo'shuninglar kelgisidan qanday bir yaxshi maqsadlarni yurkiga pukandi. Endi bizning bu TV oilamizda hamda avval degandek hamda bir yuzini o'sha qadamlar bor hamda xizmat qilayotgan xalqimiz uchun har xil vositalar orqali. Hamda biz hamda shu bizning hamda shu oilamizningki taraqqiyotiga asosan albatta bizning yangi ijodiyatlarimiz, yangi nishonlarimiz bor. Aslida anarni qo'g'onga almashtiramizlar. Ya kaos ulandi. Bir ichimlik zavodi qurib. O'shiq pichoq emasman. O'shiq pichoq qanday tanlandi? Aqlli qo'shiq pichoq. Qizlar ot qo'shiq pichoq. Qo'shiq pichoqni olibsiz. Qilib. Yendak bir qo'shiq pichoqni xatarlik sarguzashtir. Ak qo'shiq pichoq. Anar pishdi 3-chi bo'limiga keldi. Mushkamgacha bizning ko'rmanlarimiz nihoyatda mehr muhabbat bilan muomala qilyapti bizga. Shunday sap bo'lgan muhabbatlarni beryapti, qo'llab-quvvatlab beryapti. Ko'rmanlarimizningki bizga keng qo'saq bo'lishini nihoyat umid qilamiz. Nimishqa degan vaqtda hamda biz hamda ko'rmanlarimizni kuldiramiz deb xalqimizni ba'zi bir rollarni qo'yishimiz mumkin. Ba'zi xatoliklar. To'g'ri, ba'zi xatoliklardan xoli bo'g'il bo'lmaydi. Shunday vaqtlarda hamda yuzaki ham tushunmay bir keng qo'saqlik bilan bizni texnik quvvat qo'llab-quvvatlab berishini umid qildim. Endi bu yerda bir masala bor. Mushundaq bo'lgan sir hozir ko'tarilib bir bosqich qo'ygan chaqda sal qo'chib qoldinglarmi qandaq? Yo'q, men shuni erkin o'tadim, bir ketib olmadim-ku. Yo, o'sha hazratda ketib oliblardi. Endi bundan so'rashimdagi sabab boshqa maqsad emas. Chunki mening bilishimcha hozir ham sizlarni qo'llaydigan korxonachilar, shirkatlar bakchiq. Shunaqo e'lon bersak, iqtisodiy yordam qilsak deb xalab turdi. Shuncha olajaq shirkat moyilligini bildirayotganda faqat e'lonlamayapsizlar. Buning sabablimi? Buning sabab endi men o'zim yig'incha qilsam 4 sabab bor. Birinchisi anarninki hisobligini qo'llab qo'yishda biz eng burun boshlashdan burun bundan pul topamiz. Bundan keyin mush anar pishi bizning tovuqimiz bo'lib qoldi deydigan maqsad yo'q. Hozirmi shu. Hozirmi biz gerçi pul topmay ziyniq menvatsaqmi shirkat bizga pul berib turdi. Endi buningda e'lonlasak qanday xatarlik chiqdi deganda bizningki bolalar ana pishi degan narsadan e'lon keldi-ki, ma bo'lgan narsa ekan, biz jiq-jiq deb cho'ng-cho'ng e'lonlarni qilib qilsak, bir nechimiz bir oydan keyin, bir yildan keyin mashina olayotganmiz deydigan mana bir hukm bo'lib qoldi, hali sapliq yo'qolib ketdi bu yerda. Ikkinchisiga bu endi savdo jihatdan aytganda biz bayım deb o'tdik, amalan endi kasbiy aktyor desak bo'ldi. Bizningki gapning uchiqini qilganda to'xtamlar bor. Bizning shirkat o'zimizning shirkat bilan tuzgan shu aktyorlik to'xtam. Bu to'xtamlarni aniq yozilib. Uchinchisidan shu e'lonningki agar biz e'lon qabul qildik deb qalsak, shu e'lonni qabul qilganlarningki bizga bo'lgan talab bebak an'anaviy. Masalan, Mehmet O'shqipchoq chiqib, "Mana yaxshi deb 5 sekundlik bersin." Anar ichimligi sizning eng yaxshi tanlashingiz. Men anar pishdiki Mehmet O'shqipchoq. Qani birlikda ichaylik. Ularga aslo telefonni bir berdi. Kart birniki kirib tugaydi. Bizningki burungi filmlarda TV rasininki e'loni bor. TV rasining e'lonini bizga yugurib sipap uch qizim yumshoq qilib. Bizning e'lon og'imiz bor. Bizningki shu uskunlarni yangilab hech bo'lmasa, garchi uni hajlab qilmasak. Sizlarningki ishtihoyinglar toza emas kelmaydi ekanda. Sizlarga toza aslida ehtiyojli bo'lmagan ahvolasida sizlarga toza yaraydigan maskildigan e'lonlar balkim oldinlarga uchirmagan bo'lishi mumkin. Demak, buningmi keyin bara-bara imkoniyat topib kelishi mumkin. Shundaqmi? Shilmankanda hozir sizlarni qo'llab kelayotgan qarindoshlarimiz sizlarningki o'zlariga xo'shalik ato qilish uchun qurbonlik berayotganliklarini biladi. Shunlashqa, cho'qim sizlarning har qanday qilishinglarga nisbatan mehr muhabbat bilan muomala qilib, har vaqt sizlarni qo'llaydi. Jumladan men sizlarni har vaqt qo'llayman. Suhbatimizning eng oxirgi minutlarida Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha radiosiga vakolatan sizlarniki bu suhbatni qabul qilganinglarga minnatdorligimni bildirish bilan birga Shinjongdagi har millat qarindoshlar bilan birlikda chog'ininglarni
qizg'in tabriklayman. Bayram muborak. Undan boshqa shu bayram mezgilidan foydalanib texnik yaxshi filmlarni ishlab, tor dunyosini zilzilaga silishinglarni, bu sizlarniki nom shuhratinglarniki faqat diyorimizda cheklanib qolmay, ichkiri o'lkalar, xalqaro hatto Mars, Yupiterdimi yaxshi bir nom amallarni barliqqa keltirishinglarni tilakdoshlik bildiraman. Hammalarga omad yor bo'lsin, qarindoshlar. Hamkorlashgan salonlar: Kirora Mashina klubi, Altuq taraqqiysi, Visol saloni, Ibzo saloni, O'ynoq saloni, Nam saloni, Torza saloni, Echildasxon saloni, Korit saloni, Qo'shqayir saloni, Ito saloni, Qashqar kino saloni, Psixika saloni, Muallim saloni, Sinpuri saloni, Alray saloni, Jula saloni, Yumur saloni, Murtori, Karontori, Bashtan tori. Yuqorqi salonlardan boshqa alayhi qo'llangan salonlar: Nijat Vali Yoqutning Jana Enik saloni, Ali Qurbonning Ali Qurbon saloni, Ablajon Atayibning Ejifan saloni, Anar Pishning alayhi qo'llangan cho'lponlarga alayhi rahmat aytaman. Anar Pishti film ishlab ko'ribmiz, mamlakatimizga har millat xalqining bar bayramini muboraklaydi. Bar bayramlarga muborak bo'lsin. 新疆本土搞笑网络剧16熟了，祝全国各族人民新春快乐！新春快乐！